podpishchilar, yaxshimisizlar? Bugungi temamiz joy o'rin temasi bo'ldi. Adres aytib o'tsak, Bo'ston shahri, Moskva sovxozida bo'ladi. Tak, bu ko'chadan chiqsak, to'g'ri Voyankomat ko'chasidan chiqamiz, ikkinchi sentr, ko'pchilik biladi buni. Shu joy o'rnimiz sotiladi, oldilaridan yerlar ochilib, joy o'rnimiz fundament qo'yilib, to'proq to'kilib tayyor turibdi. Ko'rganingizdek, to'qol o'tib, qo'ng'ishlar yashab turibdi. Ko'rib turganingizdek. Şu joy o'rnimiz sotiladi. Joy o'rnimizning dokumentlaridan muammo yo'q. Salosiz ishni qurib, vaqtingizni o'tirib olasiz. Joy o'rnimizning qamishlari tayyor. Basib tayyor turibdi. Yerlar ochilgan. Chegaramiz. Fundamentini ko'rsatib o'tsak, qo'yilib, to'proqdan to'kilib tayyor turibdi. Shu joy o'rnimiz sotiladi. Dokumentlardan muammo yo'q. İkki joy o'rnidan bir egadan, ega nomerini pastda yozib qoldiramiz. Videoni shu Bo'ston shahridan joy o'rin qarab yurganlar bo'lsa tashlab qo'yasiz. Taşlar ham shu joyga tegishli. Malxona fundament qo'yilgan bilan to'proq to'kilib tayyor turibdi. Chegaramiz. Bu birinchi joy o'rni. İkinci joy o'rnini ko'rsatib o'tsak, bu yoq chegaramiz, qazilda qaqib. İkinci joy o'rni malxonasi. Ko'rganingizdek, fundamentlar qo'yilib, to'proqlar to'kilib turibdi tayyor. Yerlar ochilgan, zabor uchun chegaraga ko'tarilib tayyor turibdi. Bu joy o'rnimiz ham qamishlar tayyor. Aytib o'tganimizdek, daraklari bor. Ega bilan kelishsanglar, daraklardan beradi. Bu joy o'rnimizning grantlari ham qasilib tayyor turibdi. Joy o'rnimizdan fundament qo'yilib, to'proqlar to'kilib tayyor turibdi. Ko'rib turganingizdek, qo'ng'ishlar yashab o'tiribdi. Oldi tarafidan ko'rsatib o'tsak, qayerdan kirib keladiganimizni ham ko'rsatib o'tamiz. Katta yo'l simeslar to'kilib tayyor turibdi. İkinci joy o'rnimiz bor. Yashab o'tiribdi. Qayerdan ko'rsangiz ham ko'rsatamiz. Joy o'rnimiz narxi $5500 kelishib sotiladi. Kimlar qiziqarli bo'lsa, pastda nomerlarni yozib qoldiramiz. Bo'ston shahridan joy o'rni izlab yurgan qarindoshlarimiz bo'lsa tashlab qo'yamiz. Like, podpiska bosib qo'yish esdan chiqmasin. Kamchiliklarimiz bo'lsa uzr so'rab qolamiz, qayerdan kirishimizni ham ko'rsatamiz. Ya joy o'rnimizga kirib ketadigan yo'limiz bu 40 tarafdan keladigan, bu Bo'ston shahridan keladigan yo'limiz. Joy o'rnimiz shu yerdan kirib ketiladi. Ikkinchi, uchinchi ko'cha. Rahmat, sog' bo'linglar, kamchiliklar bo'lsa uzr so'rab qolamiz.